Farg'ona shahridagi Samo sport majmuasi yana bir nufuzli musobaqaga mezbonlik qilmoqda. Futzal bo'yicha Oliy liga jamoalari o'rtasida o'tkazilayotgan O'zbekiston Kubogi bahslarida respublikamizning ko'zi ko'ringan kuchli jamoalari ishtirok etishmoqda. 14-martgacha mo'ljallangan bellashuvlarning har bir kungi uchrashuvlari qiziqarli ko'rinish hosil qilmoqda. A va B guruhida kechayotgan qiziqarli bahslarda qatnashayotgan futzalchilar kuchli mahorat sohibi ekanliklarini amalda ko'rsatishmoqda. Musobaqaning B guruhidan o'rin olgan birinchi tur uchrashuvlarining dastlabkisida Bunyodkor jamoasi Maksam Chirchiq futzalchilarini qabul qildi. Bir ko'rinish hosil qilgan bahsda har ikkala jamoa vakillari murosa ko'chasini tanlashdi. Keyingi uchrashuvda maydon mezbonlari sanalgan Neftchi jamoasi Oil Star futzalchilariga imkoniyatni boy berdi. Musobaqalar davom etmoqda. Yakuniy tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtiramiz. Behzod Jo'raboyev, Azamat Hamraliyev, Bahodir Hamroqulov Farg'ona 24 dasturi uchun maxsus tayyorlandi.